Chechenskiy strelka chizishga qiynalgan qizlar kelinglar. Bugun sizlar bilan chechenskiy strelka chizishni o'rganamiz. Bizga kerak bo'ladi qalam. Menda korichneviysi uchi yaxshilab ochilgan bo'lishi shart. Bo'lmasa strelkalar bir tekisda chiroyli bo'lib chiqmaydi. Video tezlashtirilgan, lekin qizlar kistichka bilan shunaqa tez ishlashingiz shart. Stoyki podvodka bilan oralarini to'ldirib chiqamiz. Ingichka qilib suramiz va tez ishlaymiz. Strelkamiz почти tayyor. Sizlarga yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar rezultatini ko'rasizlar qanaqa chiqqanini.